sotuvga bog'liq bo'lmagan qurilishni o'zini ko'tarilib borish jarayoni bor. Ya'ni kotlovan bosqichida, qurilish jarayonida, birinchi, ikkinchi qavat qurilganida yoki qurilish bir qadar ko'tarilganda yoki yana qurilish tom yopilib bitish arafasida yoki romlari qo'yilib fasadi bitish arafasida yoki fasadlari bitib hujjatlashtirish jarayoni, go'spremga bo'lish jarayonidagi narx-navo o'zgarishlari bor. Bu yerda ham shunaqa shaklda bo'ladiki, mana ko'rib turibsiz, qurilishda kotlovan boshqarib pul to'lasangiz taxminan bunaqa narx va kutish muddati 24 oy, nisbatan keyinroq pul to'lasangiz bunaqa narx va 18 oy. Qurilish bitgani sari qabul qilish muddatingiz kamayadi, lekin har bir kvadrat metr uchun to'lovingiz ko'payib boradi. Siz o'zingiz ehtiyojingizga qarab turib tanlashingiz mumkin yoki qaror qabul qilasiz. Qaysi bosqichda qurilishga pul tiksam menga foydaliroq bo'ladi. Tabiiyki, avvalroq pul tikkan odam yutadi, lekin bu yerda vaqtdan yutqizish bor. Endi shu vaqtdan yutqizish nuqtai nazaridan siz uyni nima uchun olayotganligingizga qarab yoki nima uchun bu biznesga pul kiritayotganligingizga qarab vaziyat o'zgarishi sizni bu biznesda foyda olishingiz yoki rejalaringizni amalga oshishini ta'minlaydi yoki buni biroz orqaga surishi mumkin.